muammolarim ko'p, problemalarim ko'p deb nolib yig'lab yurgan bo'lsangiz, men sizni hozir reallikka qaytarib qo'yaman. Qarang, statistikani. 53 million 500 ming kishi rak bilan kurashayotgan ekan. Rak kasalligi bilan. 43 million kishi ko'r ekan dunyoda. Hech qachon quyosh chiqishi, botishi yoki birorta boshqa go'zallikni ko'ra olmaydi, shunchaki ko'r 2 milliard 200 million kishining ko'zi chatoq, zreniyasi yoki past yoki minus yoki plus yoki yana bir narsa. Tasavvur qiling, dunyoning 25% haqida gap ketyapti. Xo'p, o'g'li 150 million kishi, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 300 milliondan ko'proq. Yomon ahvolda yashaydiganlar, ya'ni yashab bo'lmaydigan joyda, juda ham yomon joyda yashaydigan insonlar 1 milliard 600 million kishi. Xronik darajada ovqat yemaydiganlar, ya'ni surunkali darajada ovqat yemaydiganlar, ovqatdan qiynaladiganlar, ochlikdan qiynaladiganlar 673 million kishi. Ovqat yetishmovchiligi, ya'ni kunora yeydiganlar 2 milliard 300 million kishi. Nima gap? Muammoim bor deb o'ylayapsizmi hali ham? Sog' bilan omon bo'ling, men rivojlantiring. Paka.